Yo'q, bu oddiy rulet emas. Ayni shokoladni sevuvchilar uchun cho'qi rulet retsepti. Men o'rgataman, siz bo'lsa like bosish esingizdan chiqmasin. Tuxum oqini yaxshilab ko'pirtiramiz. Xuddi adarganingizda qimirlamasdan manikiga o'xshab qattiq bo'lib turish kerak. Ustiga ozginadan shakar solib miksirlashda davom etamiz. Voy, meni unim erangan, top-toza un deb o'zini qo'shvormanglar. Har doim elidan o'tkazib, eliylab qo'ysanglar, biskvitinglar cho'kmasdan zo'r bo'lib chiqadi. Chokolatni kakaosi tasavvur qilib bo'lmaydi. Albatta, ozgina kakao razixicini solib aralashtirib olamiz. Ustidan eng oxirida tuxum sarig'ini sovuramiz. Avvaliga listoviy bumaga solib, ustidan tayyor massamizni qo'yib olamiz. Atigi 20 minutda tappa tayyor bo'lib chiqqan korjiklarimizni olib, issiqlik paytida o'rab olamiz. So'nggina mazali kremimiz uchun ozgina sariyog' va quyultirilgan sutni solib mikser qilamiz. Ustidan kakao solamiz va mazali cho'ka kremga aylantiramiz. Hamma xohishiga ko'ra propitka qilish mumkin, ammo bunga eng idealisi ko'pili propitka zo'r ketadi. Kremni surtamiz va chiroyli qilib o'rab olamiz. Bir narsani aniq ayta olaman. Siz bunaqa mazali cho'ka ruletni hali yeb ko'rmagansiz. Voy, siz buni bitta tayyorlab ko'ring. Ta'mi o'zingizda qolib ketadi. Xullas, tayyorlab ko'rmoqchi bo'lganlar videoni обязательно сохранить qilib olinglar. Ha.